Marg'ilonda bizni shunday kelinimiz bor ekan, bilmay yurgan ekanmiz-da deganlaridek, bugungi obzorimizni ko'rib siz ham Marg'ilonda shunday uy bor ekan, ham sotiladigan bo'lib turibdi ekan, bilmay yurgan ekanmiz-da deb qolasiz. Ha, ushbu ekraningizdagi o'ta go'zal xonadon sotiladi. Umumiy 7 sotixdan iborat, pishig'ishdan ajoyib ko'rinishda 2 qavatli qilib qurilgan. Tashqaridan 2 qavatli bo'lib ko'rinsa-da, ikkinchi qavatga ham plita bosilib, mansard qavat qo'shilgan. Endi bularga podvalni ham qo'shsak, 4 qavatga aylanyaptimi shunda? Remontlari ko'rib turganingizdek ideal holatda tugatilgan. Tashqi fasad suvoq holida qoldirilgan. Asosiy 7 xonadan iborat, o'rni-o'rniga ustalik bilan ajratilgan 3 ta sanuzel, oshxona, mehmonxona, oilaviy xonalar, yotoqxonalardan iborat. Endi bularga podval va mansard qismini qo'shib o'zingiz hisoblab olavering. Yozgi oshxonaga alohida, chorva uchun alohida sharoit qilingan. Juda oilaparvar inson qildirgan ekan o'zi ham. Wi-Fi dan tortib tarmoq uzilganda elektrni 4 soatgacha ta'minlab berib oluvchi inverter, 3 kunga suvni yetkazib beruvchi suv yomg'isi o'rnatilgan. Bu yerdagi sharoitlar bu videoga sig'madi. To'liq videoni sizga yuborishimiz uchun izohlarda plus qoldirib keting. Sharoitlarni ko'ryapsiz, narxi qiziq bo'lsa aytib o'tay. 210 mingga baholandi. Описаниедagi raqamlar orqali egalariga bog'laning. Manzil Marg'ilon shahri, Qashqar mahalla fuqarolar yig'ini, Nargiz ko'chasi 12-uy.